Assalomu alaykum. Men ismim Javohir. 14 yildan beri shu kandakorlik san'ati bilan shug'ullanib kelaman. Kandakorlik san'ati bizda O'rta Osiyomizda, ya'ni O'zbekistonda o'zbek milliy hunarmandchiligi hisoblanadi. Bu tarixdan 500-600 yil oldin bizgacha yetib kelgan. Hozirgi kunda inqilobdan keyin Buxoroda qayta tiklanadi. 1998-yilga kelib Samarqandda biz ustozimiz Lutfulla aka Saidov taraflaridan Samarqand maktabi qayta ochiladi. Shundan hozirgi kungacha davom etib kelmoqda. Buxorodan tiklangandan hozirgi kungacha biz ustoz shogird an'anasiga qaraganda 3-avlod shogirdlarimiz, ustalarimiz. Bu kasbga yoshligimdan qiziqib o'zim kirib kelganman, chunki bunda bitta ikkita instrumentda, ya'niki o'sha ish uskunasida davom etadi. Chunki bu metal bilan ishlash. Ya'niki bu kandakorlik san'ati miska o'yib ishlash deyiladi. Miska o'yib ishlashga biz O'zbekistonda o'sha milliy, islomiy, an'anaviy naqshlardan ko'proq foydalanamiz. Bizga o'sha ustozlarimizdan o'rgatilgan, davom etib kelayotgan an'analardan foydalanib, hozirgi kungacha davom ettirib kelmoqdamiz. Masalan, ko'rishlaringiz mumkin shuncha ishlarimiz, ya'niki bizda naqshlarimiz, o'sha mislaganlarga tarixiy obidalarimiz, o'sha hayvonlarning rasmlari tushirish, davom etib keladigan naqshlarimizdan anor gullari, bodom, lola, qalampir nusxalarimiz ham davom etib kelmoqda. Hozirgi kunda respublikamizda muhtaram yurtboshimizni yaratib bergan sharoitlari bilan biz hunarmandlarga ham katta imkoniyatlar ochildi. Bundan o'zimdan qiyos oladigan bo'lsam, men qatori yoshlar ko'p, o'sha hunarga qiziqishi borlar ancha o'rganib, ustozimizni hozirgi kunda 20 tadan ziyodroq shogirdlari faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda aynan o'zim yasagan buyumlarim dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlarida bor. Chunki chet ellik sayyohlarimiz ham bizning milliy an'anamizga, urf-odatlarimizga, shu bilan bir qatorda o'sha hunarimizga ham qiziqishlari nihoyatda yuqori. Biz mana bu laganda ko'rishimiz mumkinki, Registon maydonini tushirilgan, bu yerda o'sha lola, bodomgul aralashtirib tushirilgan. Bunda 3 ta ustamiz davomiylikda ishlab boradi. Birinchi etapida biz buni mumga yopishtirib olgan holatda buni qo'lda qalamda chizib chiqamiz. Har bir chizilgan detaliga, har bir buni chiqish nimasiga razmerlarini o'lchab olib chizib olamiz. Undan keyingi holatda biz buni o'tirib kandakorlik, o'sha mis o'ymakorligi yo'nalishida o'yib chiqamiz. O'yilgandan keyin buni o'sha mumdan olib, tozalab, laklanganimizdan keyin xudojniklarimiz bor, rassomlarimiz. O'sha kraskalarda, metalga ishlanadigan kraskalarda. Kraskalangandan keyin yana bir marta laklaymiz. Mana bu narsa 10 kun, 12 kunda ishiga qarab 1 oy, 1,5 oygacha ishlanishi mumkin. Biz hozirgi kunda yurtimizga keladigan o'sha mehmonlar uchun, delegatsiyalar uchun har bir o'sha tashkilotni yoki qaysidir firmalarni, qaysidir korxonalarni logotiplarini ham bu ichkarilarga tushirib ishlab berishimiz mumkin. Bunda bizda ustalarimiz, shogirdlarimiz, tengqurlarimiz hammasi birgalikda ish olib boramiz. Hozirgi kunda mana biz ishlab chiqargan buyumlarimizdan shaxmatni oladigan bo'lsak, bu shaxmatga 3 oycha vaqt ketadi. Buni formalari har biri birinchi elementarni qog'ozga chizilib, yaratilib, undan keyin biz miska o'yishga o'tamiz. Bunda mis birinchi patnosi o'yilib olinadi. Buni o'yilgandan keyingi holati o'sha aytib o'tganimizdek pardozlanadi, laklanadi, ya'niki rassomlarimiz tomonidan kraskalanadi. Rang qilingandan keyingi holatida biz bunga figurkalarni yasashni boshlaymiz. Figurkalar ham har biri o'zini qolipiga, o'zini razmeriga, o'lchovchimasiga qaratib qolip olinadi. Qolipida keyin bu chizilib, o'sha formasi yasalinib, qolipga qo'yiladi. Qolipdan olingandan keyingi holatida biz buni yana o'sha kandakorlik yo'nalishida o'yib chiqamiz, pardozlaymiz, laklaymiz, ranglaymiz. Ranglangandan keyingi mana shunday shaxmat holatiga keltiramiz, ya'niki 3 oyda. Hozirgi kunda bizda har xil narxlarda klientlarimizni didlariga qarab, talablariga qarab har xil ishlarimiz bor. O'sha mayda razmeridan to katta razmerlarigacha ishlarimiz bor. Ya'niki bizda hozir mana bu yerda miniatyura ishimiz. Miniatyurada bu biz miska o'yib ranglab chiqamiz, bundan keyingi ishimiz rassomlarimiz tarafidan qilinadi. Ya'niki bu o'sha kandakor bilan rassom tarafidan birga kombinatsiya qilinib, uyg'unlikda yaratilgan ish hisoblanadi. Yana bu yerda
har xil portretlarimiz, o'sha tarixiy shaxslarimizni, bobo-kalonlarimizni portretlari, har xil o'sha tug'ilgan kun, to'y marosimlar uchun har bir zakaz qilingan insonni ham o'sha rasm portretlarini ham biz bemalol tushirib bera olamiz. Bu biz bemalol ayta olamizki, bu narsa kamida 100 yildan ziyodroq vaqtgacha saqlanib turiladi. Mana bunisi bu o'sha eski uslubda ishlangan ish. Bu ishimiz uchun biz 1 oydan ziyodroq vaqt ishlaymiz. Ya'niki buni chizib chiqib, naqshlar o'yilgandan keyingi holatda bu o'sha tagida naqshda qolgan joylarini o'yib olinadi-da, qayta yana naqshlar o'yiladi. Bu 3 martalik ish hisoblanadi. Shu razmerdagi, shu hajmdagi rangli ishga biz 1 hafta ishlasak, mana bunga biz 1 oydan oshiqroq, ya'niki 40 kuncha ishlaymiz. Bugungi dars jarayonlarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.